Bobolarimizni gaplari bor. Erkak kishi zardalik bo'lsa, ayol kishi pardali bo'ladi degan. 60 yil, 50 yil undan yag'idagi dadalarimizni bir eslaylik. Bir xo'mirayganni o'zida bir qovoq solib shundoq qoshini chimirib qaralganda oilani stroysa qilib qo'ygan. U ayolimi, o'g'limi, qizim tamom stroysa qilgan. Oilalarga boryapmiz. Oila parokanda bo'lgan, rasvoy jahon bo'lgan. Shu ham hayotmi deysizda? Bir kun yashashga rozi bo'lmaysiz agar o'shani hayotida, lekin yashayapti-da, bilmayman qanaqa yashayapti. Ayollari tili ikki qarich. Bechora erni anotga duxiga o'tkazib emas, yotqizib tashlagan, beshikka belab qo'ygan. Oyoq qo'lini qimirlamaydigan qilgan bechorani. Voy, gapiring, erkaksiz. Oila barbod bo'lyapti, qizingizni taqdiri hal bo'lyapti deb endi kuyib etsam, hali gapidan oldin siz jim o'tiring deyapti. Jim o'tiring deyapti. Ayol aytayapti. Eriga aytayapti.